Xo'p, ota-onalarga murojaatim bor edi. Oxirgi bir haftani ichida menda ikkita случай bo'ldi praktikamda. Bittasi Jizzaxda, bittasi Gulistonda. Men o'ylaymanki, bu Alloh taolodan berilgan signal deb o'ylayman va buni aytib o'tishim kerak. Hurmatli ota-onalar, agar farzandlaringizda, ya'ni erkak farzandlaringizda, o'g'il bola farzandlaringizda agarda tuxumida og'riq kuzatilsa, zudlik bilan больницаga, o'sha sizni yashaydigan joyingizda, yashash joyidagi больницаga yo ekstreniy больницаga zudlik bilan olib borishni tavsiya qilaman. Sababi ikkita случай bo'ldi, men aytib o'tay. Bittasi Jizzaxda bemor keldi, 15 yashar bemor, o'spirin yoshidagi bemor va uni tuxumi bittasi shishib ketgan, moyaga deylik, shishib ketgan va uni UZI qilganimizda tuxum o'z o'qi atrofida aylanib qolganini ko'rdik. Ya'ni bizning tilimizda перекрутиечка deydi ruschasiga va aylanib qolgandan keyin xuddi uzumni shingiliga o'xshab nima qon o'tmay qoladi. Va agar 6 soatning ichida zudlik bilan murojaat qilmaydigan bo'lsa больницаga, unda u tuxum yashab ketish ehtimoli o'ta past va uni olib tashlashga to'g'ri keladi va bemor demak butun umr keyin bitta tuxumda qoladi. Bu albatta bir fojiali holat. Xuddi shunaqa holat yaqinda Gulistonda bo'ldi. Bemor keldi, xuddi shunday ertalab uyg'ongan bemor va juda qattiq og'riq bo'lgan. Kechgacha o'tib ketar deshgan, soat 7da, kechki 7da biz oldimizga bemorni olib kelyapti. Unda tuxumni biz saqlab qola olmaymiz. 6 soatgacha bo'lsa, unda shansimiz bor saqlab qolishda. Ochib turib o'sha to'g'rilab qo'yiladi-da tuxum va unga ma'lum bir dorilar, darmonlar qilinadi va shunda saqlab qolish mumkin bo'ladi. O'zi u kimlarda ko'proq uchraydi desa, o'spirin yoshidagi bemorlarda, shu 12-13 yoshdan shu 25-26 yoshgacha bo'lgan bemorlarda ko'p uchraydi. Va qanday farqlasa bo'ladi, uni birdan ularda og'riq boshlanadi. Ya'ni tuxumda o'zini shamollash kasalligi ham bor, orxipidemit deymiz yo arxit deymiz, ularda sekinlik bilan boshlanadi. Ya'ni asta sekinlik bilan, misol ozgina nojo'ya hissiyot bo'ladi, keyin og'riq boshlanadi, keyin isitma chiqadi, boshqa sekin astalik bilan. Lekin перекрутиечкада birdan boshlanadi og'riq va juda qattiq og'riq bo'ladi. Shundan bilishimiz mumkin, ha, demak bu yerda tezlik bilan, zudlik bilan olib borishimiz kerak. Umuman tuxumi og'ridimi, zudlik bilan olib boring больницаga. Sababi u bolalar uchun ham psixologik bu juda qiyin bo'ladi, bitta tuxum bilan qolish. Butun umr shu bilan yashashga to'g'ri keladi. To'g'ri, hozir tibbiyotda sun'iy tuxum qo'yish amaliyotlari ham yo'lga qo'yilgan, lekin baribir Alloh taolo yaratgan ikkita tuxum bilan yashash qanday baxt, o'zinikidek bo'lmaydi baribir. Shuni aytib o'tmoqchi edim Jamshid, sababi men buni ikkinchi marta yana ko'rganimdan bir haftaning ichida men aytdim, demak bu haqda ota-onalarda informatsiyasi yo'q. Ya'ni ular ishda bo'lgan taqdirda ham shunaqa bo'ldi, avvalambor farzandlar ham mana shunaqa bo'ldi deb aytish kerak uyalmasdan va ota-onalar zudlik bilan ularni o'sha tegishli joyga olib borib uchratib, tezlik bilan operatsiyasini o'tkazsa, tuxum saqlab qolsa bo'ladi bemalol.